Ertaga O'zbekiston degan nomni eshitganingda hech qanday ramz bo'lmasa, qanday bo'larkan? Yer bo'lmasa, Bayroq bo'lmasa, madhiya bo'lmasa, unda biz vatanimizni qanday bilamiz? Davlat ramzlari vatanimizning o'zligini, milliyligimiz va qadriyatlarimizni namoyon etuvchi muqaddas timsollardir. Ular bizga kim ekanimizni va qaysi buyuk tarixga mansub ekanimizni eslatib turadi. Ular bo'lmasa, milliy o'zligimizni ifodalovchi muhim timsollardan ayrilgan bo'lardik. Bundan chiqdi bayroq shunchaki mato emas, gap esa shunchaki tasvir emas va madhiya esa shunchaki kuy emas. Ularning har birida vatanimizning tarixi, orzulari va g'ururi mujassam. Shunday ekan bayrog'imizni e'zozlaylik, gerbimizni qadrlaylik va madhiyamizni faxr bilan kuylaylik. Chunki vatanga sadoqat katta so'zlardan emas, ana shunday kichik, lekin mazmunli qadriyatlardan boshlanadi.